19. bob. Shu kuni oqshimi yilqi ikki farishta Sodomga keldi. Bu vaqtda Lut shahar darvozasining oldida o'tiradi. Lut ularni ko'ribla o'rnidan turib, ularni oldiga berib, ta'zim qilib, "Janobilar, bizning uyga marhamat qilib, dasturxonimga daxil bo'lgaysizlar. Put-qo'llaringlarni yuyib, biror kecha hodiq elib, at saharda yo'linglarga ravon bo'lsanglarmi bo'la?" dedi. Lekin ular, "Yo'q, biz kechini ko'chada o'tkazamiz" deb javob berishdi. Lekin Lut bek chini tutib olg'ashqa, ular oxir Lutning uyiga bordi. Lut xizmatkorlarga piti non pishirib, tomoqlarni mehmonlarning oldiga qo'yishni buyurdi. Tomoq tayyor bo'lgandan keyin ular g'izalandi. Mehmonlar texi yotmagan edi. Sodomdagi butun qeri yosh erlar kelib, Lutning uyini qorshib oldi. Ular Lutni chaqirib uningga, "Bugun kechda sizlarning uyga tushgan kishilar qani? Ularni ilib chiq. Biz ular bilan jinsiy munosabat qilmoqchimiz" dedi. Lut sirtga chiqib, ishini taqib etib, ularga, "Birodarlar, bundaq razil ishni qilmanglar. Qaranglar, mening texi agi tegimgan ikki qizim bor. Ularni sizlarga chiqirib beray. Ularni nima qilsanglar qilinglar, lekin bu ikki kishiga hargiz tegmanglar. Ular bizning uyga kelgan ekan, mening mehmonim bo'ladi. Shunga men ularni qo'g'dishim kerak" dedi. Lekin ular, "Yo'qol, sen texi yoq yurtdan kelib, bizga uni qil, buni qil degidek qanchalik odamsan? Ko'zdan yo'qol. Bo'lmasa, ko'gligingni ulardanmi ig'ir ko'rsan?" deyishib, Lutni ishtirib etib, bostirib kelib, ishni buzib kirmoqchi bo'ldi. Lekin yilqi ikki farishta qo'lini so'zib, Lutni uyining ichiga akirib elib, ishini taqib oldi. Ondan tashqaridagi erlarning ko'zlarini ko'r qilib, ishini topamaydigan qilib qo'ydi. Ondan yilqi ikki farishta Lutqa, "Sening bu shaharda boshqa tuqqanlaring bormi? O'g'il qizlaring, kuyovlaring yoki boshqa tuqqanlaring bor bo'lsa, ular bu yerdan darhol chiqib ketsin. Chunki biz bu shaharni xarobilikka aylantirib yetimiz. Bu yer ustidan qilingan ig'ir arzlar Parvardigorga yetdi. Shunga u bizni bu shaharni xarobilikka aylantirishga avatdi" dedi. Shuning bilan Lut tashqariga chiqib, qizlarining loyiqlarining oldiga berib, ularga, "Sizlar bu yerdan darhol ketinglar. Chunki Parvardigor bu shaharni xarobilikka aylantirmoqchi" dedi. Lekin ular uni chaqchaq qilyotdi deb o'ylashdi. Tong otganda farishtalar Lutni oldirtib, "Darhol ayoling bilan ikki qizingni elib, bu yerdan chiqib ket. Bo'lmasa, sizlarmi bu shahar bilan tang halok bo'lasizlar" dedi. Lut yanıla arsaldı bo'p turadi. Lekin Parvardigor uningga rahim qilg'ashqa, yilqi ikki farishta Lutning, ayolining va ikki qizining qo'llarini tutib, ularni yetaklab shahardan chiqarib qo'ydi. Shahardan chiqish bilanla farishtalardan biri, "Sizlar jininglarni ep qechinglar, kayninglarga qaramanglar. Taqqa yetguncha tuzanlikda to'xtamanglar. Bo'lmasa, o'lib ketisizlar" dedi. Lekin Lut, "Janoblari, undaq bo'lmag'ay. Sizlar menga ish og'ritib shafoat qilib, jinimni qutqizgan ekansizlar. Bizni uncha yiroq yerga avatmanglar. U tog' bak yiroq ekan. Balkim men u yerga yetib bormay turibla, baloyi ofatga uchrab tirik qolmasmanmikin? U kichik shaharni ko'rdinglarmi? Bu yerdan ancha yiroq emas. U yerga ketishimga ijozat beringlar. U kichik bir yer ekan. Men shu yerda omon qolay" dedi. Farishta mundaq javob berdi. "Ma'qul. Sana ruxsat qildim. U kichik shaharni xarobilikka aylantirmay qo'yay. Chopsanroq qoch. Chunki sen u yerga yetib bormaguncha Sodomni vayron qila olmayman." Bu shahar kichik bo'lg'ashqa, Lut uni Zoar, kichik deb atadi. Lut Zoarga yetib borguncha kun chiqqan edi. Tuyuqsiz Parvardigor Sodom bilan Gomorra shaharlariga osmondan o't bilan gungurtni yog'dirdi. U bu ikki shaharni, butun tuzlanlikni va butun aholini yerdagi giyohlar bilan qo'shib xarobilikka aylantirib etdi. U chog'da Lutning ayoli kayniga burilib qarab edi.
shu iskatida qetib, tosh tuzga aylanib qoldi. Ertasi tong saharda Ibrohim Parvardigor bilan so'zlashgan yerga bordi. U Sodom, Gomorra va butun tuzlanlikka nazar silib, yer yuzidan xumdondagi isqa o'xshash is tutakning chiqayotganligini ko'rdi. Biroq Xudo Lut yashagan tuzlanlikdagi shaharlarni xaroblikka aylantirganda Ibrohimning talabini esiga ilib, Lutni qutqizdi. Lut Zoar shahrida turishdan qo'rqdi. Shunga u ikki qizni ilib, toqqa chiqib, o'ngirda yashaydigan bo'ldi. Bir kuni cho'ng qizi singlisiga, "Otimiz yashinib qoldi. Bu yerda dunyodagi qoida yo'sin bo'yicha bizni nikohga ilib, farzand topadigan ermi qolmadi. Otimizni mast qilib qo'yib, uning bilan bir o'rinda yetib, uningdan farzand yuzi ko'rayli. Shunda qilsak, avlod qoldira olamiz" dedi. U kuni kechasi ular otasini mast qilib qo'yib, cho'ng qizi uning bilan bir o'rinda yotdi. Lut qattiq mast bo'lib, yuz bergan voqeadan butunlay xabarsiz edi. Ertasi cho'ng qizi singlisiga, "Tunugun men otam bilan bir o'rinda yotdim. Bugun oqshom uni yana mast qilib qo'yib, sen uning bilan bir o'rinda yotqin. Shunda qilib, har ikkimiz otimizdan farzand yuzi ko'rib, oilamizni davomlashtirayli" dedi. Shuning bilan u kuni kechda ular Lutni yana mast qilib qo'yib, kichik qizi uning bilan bir o'rinda yotdi. U yana qattiq mast bo'lg'achqa, yuz bergan ishdan butunlay xabarsiz edi. Shunda qilib, Lutning bu ikki qizi o'z otasidan homildor bo'lib qoldi. Cho'ng qizi bir o'g'il tug'ib, uning ismini Moab deb qo'ydi. U hozirgi Moabliklarning otasi bo'ldi. Kichik qizimi bir o'g'il tug'ib, uning ismini Binami deb qo'ydi. U hozirgi Amonliklarning otasi bo'ldi.